Tez bo'shanish bo'lganda Viagra, Sildenafil, Tadalafil CZ, Levitra, Afil shunga o'xshagan dorilarni ichsa bo'ladi. Yo'q do'stlar, bu dorilar ereksiyani yaxshilashlik uchun yordam beradigan dorilar. Ba'zi bir insonlar aytishligi mumkin, bu dorilarni qabul qilganda jinsiy aloqa vaqti ozgina uzayadi. Ba'zi bir insonlarga bunaqa ta'sir qiladi. Bu vaqtini uzaytirib berganligi uchun emas, sizning ereksiyangizni yaxshilaganligi uchun, qon tomirlar yaxshiroq qon kelib turganligi uchun va ereksiya sifati yuqori bo'lganligi uchun jinsiy aloqani soni ham ko'payadi ozgina va undan tashqari ba'zi bir holatda ozgina vaqtga jinsiy aloqa uzayadi. Lekin bu faqatgina dorini qabul qilganingizda uzayadi. Bu davolash emas. Bundan tashqari bu dorilarning zararli taraflari sizga har safar qabul qilaverganingiz sababli zararlari tomchi bo'lib sizga daryodek muammo olib keladi. Shuning uchun tez bo'shanishlikning sababini aniqlab, uni davolashlik kerak. Har xil dorilarni bilib bilmasdan qabul qilmasdan.